Hay, yaxshimisilar do'stlar. Bugun biz birlikda cho'ng kichik hammaylar yoqtirib yeydigan, mehmonlarimizdan oldiga chiqsak, dasturxonlarimizdan yarishig'i bo'la oladigan, uzunlik qiymati yuqori alayida kabob cho'p tayyorlashni o'rganaylik. Itli usul intayin oddiy bo'lib, birlik o'zanlar o'rganalaysizlar. Avval bunga o'zimizning ehtiyojiga qarata kalgishi yoki qo'y go'shtiniki qara yerdan tayyorlab olamiz. Ondan go'shtimizni yalpoqdab nippiz holat tushirib to'g'rab olamiz. Uningdan boshqa juze, qizil lazi, ko'k lazi, samsoqlarimizni videoda ko'rsatilgandek to'g'rab tayyor qilib olamiz. Mana endi ko'rganinglardek hammasaylarimizni videoda ko'rsatilgandek to'g'rab tayyor qilib olgandan keyin qazimizga oz miqdorda moy qo'yib, moy qazig'andan keyin go'shtimizni silib, go'shtimiz qizargacha uzunroq qo'rib olamiz. Go'shtimizni qancha uzun qo'rsak, shuncha yaxshi do'stlar. Go'shtimizni tez bir qizarib pishirib bo'lgandan keyin buningga kabob uchundan azroq silib etamiz. Buning keyindilla tayyorlab olgan piyozni silib, ishga qo'rib olgandan keyin muvofiq miqdorda tuz, azroq jonyo, azroq qizartirgan silib, go'shtimizni yana bir qizartib qo'rib olamiz. Ko'rib mushagich kepsizlar, meni hozirgacha qo'shib olmagan do'stlarim, qo'shilishni unutmanglar. Bundan keyin texim yaxshi bo'lgan sarxil mazmunlarni o'zingizlar uchun izchil turda terishima. Mana ko'rganinglardek go'shtimizni azroq qo'rib olgandan keyin muvofiq miqdorda kabob tutqusi azroq zira qarmushlarni silib, ishga aralashtirib olamiz. Keyindilar yaxshi ko'rishimiz qarta duyadan azroq silib, buni azroq qo'rib olgandan keyin tayyorlab olgan qizil ko'k lazirimizni silib, ishkimni atrofida qo'rib olib, o'tni o'chirib olsak bo'ldi. Bu araliqda chupimizni tayyor qilib olamiz. Ya'ni ko'rganinglardek jezimizni ambalik olib olganimizda besib nipizilib olgandan keyin qaynayotgan qazonimizga silib 2 minut atrofida qaynatib pishirib ilib olamiz. Ilib olgan chupimizni toz bir sovuq suvda shalab olgandan keyin ustiga azroq jonyo qo'yib, chupimizni qizartib olamiz. Endi bayatdan tayyorlab olgan seyimizni qayta yana bir o't yoqib, seyimizni bir aralashtirib atgandan keyin juzayni silib, juzayni 1 minut atrofida bir qo'rib olamiz. Endi tuz ta'min tetib olgandan keyin tayyorlab olgan chupimizni silib 2 minut atrofida aralashtirib qo'rib atgandan keyin taqsimimizga tangshab elib mehmonlarimizdan oldiga ochiq saqlab bo'ladi. Intayin yeyishlik ham quvvatli bo'lgan dasturxonimizdan yarishig'i kabob chupimizni tayyor bo'ldi do'stlar. Qanisizlarmi oilada bolalaringizga va cho'nglarga tayyorlab beqinglar. Tilada qoladi. Agar mazmunimni yoqtirgan bo'lsanglar, yurak besib inkasrayni haqsiz gullarlarni yo'llab qo'yishni unutmanglar. Keyingi sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.